Yurtimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida mutolaaga qiziqishni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bu jarayon hududlarda ham o'z aksini topmoqda. Chortoq tumani misolida 53 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni kuchaytirish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. 5 tashabbus loyihasi doirasida 4 yildan beri Kitobxon maktab, Kitobxon oila festival tanlovida viloyatda bosqichida birinchi o'rinni egallab kelmoqdamiz. Ko'plab badiiy kitoblarni, zamonaviy badiiy adabiyotlarni qo'lga kiritdik. Xususan, sinflar kesimida turli amaliy tadbirlar tashkil etilib, o'quvchilarning mutolaa madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ikkinchi sinf o'quvchilari o'rtasida mart oyida Kitobxon ona va Kitobxon bola loyihasini tatbiq qildim. Bundan maqsad onajonlar farzandlari bilan birga har kuni 15-20 daqiqa kitob mutolaa qilishdi. Bir oy davomida o'sha 40 nafar o'quvchi bo'lsa, 40 nafar o'quvchini onasi o'sha kitob o'qish bilan loyihada ishtirok etishdi. Jarayon davomida o'quvchilar o'qigan asarlari yuzasidan fikr almashmoqda, muhokamalar o'tkazilmoqda hamda ularning mustaqil tafakkuri rivojlantirilmoqda. Bunday yondashuv yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitish, dunyoqarashini kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Aprel oyida Kitobxon bola, Kitobxon ota loyihasini joriy qildik. Bunda ham endi Kitobxon otalar bolalari bilan albatta 20-30 daqiqa har kuni kitob mutolaa qilishadi, fikr almashadi. Mazkur faoliyat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, kitobxonlikni kundalik ehtiyoji darajasiga olib chiqishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.